Xohlaganda kelganlar, xohlaganda ketganlar. Erda hamiyat bor. Erni o'zini g'ururi bor. Mensimaslik. Har kuni majlisdaman, tadbirdaman degan gaplar erni joniga tekkandan keyin hammani xonadonida bo'ladigan ish. Oxirgi gapingizni gapiring deganlarida gapirgan ekanlarki, meni oxirgi gapim, men xotinimga zulm qilganim yo'q, yomonlik qilganim yo'q. Lekin sizlar guvoh bo'linglar. Shu ayol bilan qancha umr kechirgan bo'lsam, tun hamroh, kun hamroh bo'lgan bo'lsam, o'tkazgan hayotimdan shu ayol bilan o'tgan kuni tunlardan men rozi emasman. Meni qanday xor qilgan bo'lsa, Xudo xor qilsin deb yig'lab chiqib ketgan ekanlar. Bu isnodni ko'tara olmagan yer. La'nat o'qimagan odam qolmagan bu ayollik haqqiga. Oxiri amaldan ketgan, mansabdan ketgan, oxirida bitta o'zi qolib, o'ligini birov bilgan emas, iyagini bog'laydigan odam bo'lmagan, bir tomchi suv tomizadigan odam bo'lmagan. Shunaqa tarixi bu ayolni deb gapirgandan keyin o'sha erni duosi ijobat bo'ldi. Erni xo'rlagan erxo'rligiga uchraydi. Mazlumni duosiga to'siq yo'q, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. O'sha er qarg'ab duo qildi o'sha yerda. Ayolning haqqiga duoibat qilgan. Rozi emasman dedi. Ana endi